Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu qorong'u psixologiya va psixikalik monopol qilish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu leksiyada men asosliqi shu qorong'u psixologiyaning nima ekanligi va uning tarmoqi bo'lgan psixikalik monopol qilishda qandaq usullarni qo'llanib boshqalarni monopol qildiganligi to'g'risida oddiy va qisqa tushuncha berib o'tmoqchi. Buning asosli maqsadi shu biz o'zimizningki psixikalik sog'lomligimizga diqqat qilgan vaqtida boshqalar tarafidan monopol qilinmaslik uchun bir oz to'la savatlarga ega bo'lish. Tövəndə bu diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bolsun. Həmmimiz bilgəndikidək, psixologiya insanların roy dünyasını tədqiq qıladigan ilim bo'lib, u insanların roy kayfiyati, tafakkur qilish usuli, o'y xiyoli, qilmishi va o'zaro ta'sir ko'rsatish ustida izlanish ilib boradi. Qorong'u psixologiya degan vaqtida tədrici ta'sir ko'rsatish, monopol qilish va kontrol qilish qatorliq usullarni qo'llanib, boshqalarni o'z maqsadiga yetish uchun xizmat qildirishdan iborat psixikalik monopollikni ko'zda tutadi. Texmi aniq qilib aytgan vaqtida qorong'u psixologiya demak, ma'lum insonning o'zi orzu qilgan nishon yoki maqsadga yetish uchun boshqalarga ta'sir ko'rsatish, ularni qo'zg'atish, qoyil qilish, monopol qilish va kontrol qilish taktikasini qo'llanib, ularni psixika jihatda monopol qilish demakdir. Yoki bo'lmasa o'zining maqsadiga yetish uchun xizmat qildirish demakdir. Undaqda bu qorong'u psixologiyaning qandaq alayliklari bor degan vaqtida men qorong'u psixologiyaning alayliklarini tövəndikidek bir nechta tarafga yig'inchoqlab chiqdim. Birinchisi, qorong'u psixologiya hech kimni o'zi xohlamaydigan bir ish qilish uchun zo'rlamaydi, hushsiz yoki mast qilmaydi. Ikkinchi, qorong'u psixologiya sehrgarlik kuch, zidqu kuch yoki ozdirg'uchi emas. Uchinchi, qorong'u psixologiya hech kimni cho'qinish mazhabiga aylantirmaydi. To'rtinchi, qorong'u psixologiya zo'rliq bilan elib boradigan mini yuyish emas. Beshinchisi, qorong'u psixologiya va psixikalik monopol qilish boshqalar anglashni xohlaydigan go'zal va totliq so'zlar orqali ularga ta'sir ko'rsatib, ularni ma'lum ishni o'z roziligi bilan xohlab qiladigan holga boshlab bordi. Mana bular qorong'u psixologiyaningki alayliklari. Qorong'u psixologiya va psixika monopol qilishninki qo'llanish doirasi va turlari nimalardan iborat degan vaqtida bu qorong'u psixologiya va psixika monopol qilish tuvandiki bir necha jihatda asosli qilib qo'llanilishi mumkin. Birinchisi, ijtimoiy psixika monopolligi. İctimai psixika monopolligi degan vaqtida shu ijtimoiy jamiyatda insonlarga qandaq psixikalik ta'sir ko'rsatib, ularni o'zi umid qilgan yo'nalishga boshlab berish yoki ularning tafakkurini kontrol qilishni ko'z tutadi. Ikkinchisi, qiz-o'g'il munosabat psixika monopolligi. Ya'ni qiz taraf o'zi nishon qilgan o'g'ilni qandaq qilib o'ziga xizmat qildirish yoki o'zi umid qilgan ishlarni qilg'izish yoki bo'lmasa o'g'il tarafniki qandaq qilib qiz tarafni o'ziga bog'lash. Mushu jihatda qo'llanilgan psixikalik monopollik. Uchinchisi, o'zaro munosabat psixika monopolligi. Ya'ni kishilarniki normal kishilar orasidagi munosabatda qo'llanilgan psixikalik monopollik. To'rtinchisi, siyosat psixika monopolligi. Bular asosan shu siyosatchilar
o'ziga bilet tashlag'uvchilarning, ya'ni saylamda o'ziga bilet tashlag'uvchilarniki psixik ro'y holatini monopol qilib, qanday qilib bu siyosiy saylamlarda qozonish jihatda qo'llanadigan siyosiy psixika monopolligi. Beshinchisi bo'lsa, kollektiv psixika monopolligi. Oltinchisi bo'lsa, urush psixika monopolligi. Yettinchisi bo'lsa, savdo va tijorat psixika monopolligi. Ya'ni savdo-sidiqda, bir narsa setishda, ilishda qo'llanilgan psixika monopolliklari. Bular shu qarang'u psixologiya va psixika monopolligi ko'p ishlatiladigan turlar bo'lib, bizningki hayotimizda bu xildagi psixika, qarang'u psixologiya va psixika monopolliklarini kundalik turmushimizda uchirtib turishimiz mumkin. Qarang'u psixologiya garchi psixologiyaning rasmiy va e'tirof qilingan tarmog'i bo'lmasa-mu, ammo u psixikalik monopol qilishda nihoyatda unumli usullarningki birisi hisoblanadi. Umuman qilib aytgan vaqtida qarang'u psixologiya ma'lum insonlarning buzg'unchilik ilib berishi va boshqalarni kontrol qilish maqsadiga yetish uchun psixologiya va jamiyatshunoslik ilmidan foydalanishdir. Qarang'u psixologiya psixikalik monopol qilish texnikasi va ularning unumini to'nib yetish, boshqalarning bizni psixikalik kontrol qilishdan saqlashda alohida ahamiyatga ega. Mana bu mening bugungi bu leksiyani so'zlashimdagi asosli maqsad va sababdir. Qarang'u psixologiya va psixikalik monopol qilish to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Mening bu leksiyani so'zlashimdan asosli maqsad men dastlabda ta'kidlab o'tganimdagidek, shu bizningki hayotimizda, kundalik hayotimizda qarang'u psixologiyaningki ta'siriga har kun degidek uchrab turadiganligimiz, buni tonish orqali qanday qilib o'zimizning haq-huquqi va manfaatini qo'g'dishimiz, ya'ni boshqalar tarafidan qo'llanilmaslik yoki boshqalar tarafidan ta'sirlantirish orqali o'zimiz xohlamaydigan yoki bo'lmasa boshqalarning manfaatiga uyg'un ishlarni qilishdan saqlanish, ya'ni boshqalar tarafidan qo'llanishning oldini olishda belgilik foydasi bo'lib qoladi degan maqsadda bu jihatda qisqacha bir tushuncha berib o'tdim. Minglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr-xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.